99-yil Lux konditsioner Tikolardan ko'rsatamiz do'stlar. Bu mashinamizda konditsioner qo'yilgan ekan. Konditsionergacha ishlaydi. Albatta oxirigacha ko'ringlar bitta obzorni do'stlar. Do'stlar 164 mingdan salgina ziyod probeg ko'rsatyapti. Lekin yurgani haqqona mana shuncha yurgan ekan do'stlar. Mana bu zakrovkalarni ko'ringlar, qochmagan, ideal holatdagi sidenkalarning turishini qaranglar, qanday chotga turibdi do'stlar. Obshivkalarga o'zlaringiz baho beringlar. Mayli obshivka qo'yilgan bo'lsin ham, lekin yaxshi chiroyli qilib bozorga olib chiqibdilar. Ko'p balon holatlari yaxshi, usti asfalt bo'lgan, polza hamma yo'qlar radnoy, almashgan detal, chirik, kesilgan, unaqa joylari yo'q. Radnoy holatda faqat asfalt qilingan do'stlar. Bemalol lubo ustalarga ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Motor hadovoy qarabda hamma yo'qlari zo'r. Ko'rasizlarmi konsepsiyasini? Plus mashinaga do'stlar 30 million so'rashyapti. Bizlar kanal uchun oxiri taqalgan kelishib, tortishib, talashib olsangiz 26 millionga beraman deyishdi do'stlar. O'zingiz ko'rib, yana baho berasizlar mashina holatiga. Pastanovalarni srochni bog'lamiz.